Mana haqiqiy tog'larsi. Hop, do'stlar, hozirgi kunda juda muammo bo'lyapti. Mana shunday tog' yon bag'rilariga kelganda fuqarolar tomonidan juda payqon qilish, tabiatni demak ziyon yetkazish holati juda ko'payapti. Iloji boricha bunday joylarga kelganda mana shunday narsalar uzmaslikka harakat qilinglar. Buni uzganlaringizdan tursa bir kun turadi. Bu shu holatda turadigan bo'lsa, bilasizlarmi, qancha odamni ko'zini quvnatadi bu narsa. Bundan tashqari narsani bilinglarki, lolani to'g'risi mana bu ichida guli bo'ladi. Hop, gulning ichida urug'i degani urug'i bo'ladi. Mana shu lola qurib pishgandan so'ng shu urug'i atrofga tarqaladi. Shunda lola ochiladi. Bu lolalar terilib ketavergandan so'ng bu lolalar tog'lari kamayib ketadi. Mana shu yerga men 3 yil 4 yil oldin kelganman. Mana shu yerlar to'la lolazor bo'ladi. Hozir deyarli juda kam. Ya'ni mana shu kelgan dam olishlar tomonidan hammasi terilib ketyapti. Bu umuman terish foydasi yo'q bu narsani. Bundan kelib rasmga tushinglar, zavqlaninglar, bo'ldi, bundan ortiq qanday dam olish mumkin? Shuning uchun iloji boricha tabiatda dam olish madaniyatiga e'tibor qarataylik. Do'stlar, agar fikrim to'g'ri bo'lsa, kommentariyada izohlarni kutib qolaman. Chunki tabiatni qanchalik asrasak, tabiatdan bizga shunchalik borini beradi.